Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizniki aziz ko'ruvchilar, bugun 2026-yil 8-oyning 21 kuni, juma kuni, bugungi bo'lmoqchigan naq maydon suhbat programmamiz Xitoyning Millatlar Ittifoqi qonun nazar nomli suhbat programmamizniki davomining 6-qismi. Bu programmasi ulashgan qilmoqchidik. Ulashganda ozroq bir texnik masalalar chiqib, suhbat olib boramidik. Shunga bugun qayta bu programmani qildik. Bu programmamizga boshqarib kelayotgan bizning mehmonimiz Nurgul Saat xonim bilan olib boryapmiz. Assalomu alaykum Nurgul Saat xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizga naq maydonga qatnashganingizga rahmat aytaman. Ve aleyküm assalam. Ekran aldığındaki barlıq qarindoshlar. Abdurimjon, biz sizga cho'nqur salomini yo'llayman. Siz degandek haqiqatan kechirirsizlar. Bu sanni asli mening vaqtim chorshanba kuni deganda Abdurimjonning vaqti seshanba kuni kechda qilmoqchi edik. Endi boyin Abdurimjon degandek texnikalik sababdan kechikib qoldi. Yani şuna biz vaqtida sizlarninki o'zinglarga sunamaganligimiz uchun bundan kechirim so'raymiz. Yani bugun 50-moddasidan tortib bu Xitoyninki Millat birlik qonuni atalmış Millat birlik qonunini yana qayta sizlarninki o'zinglarga elib kelmoqchimiz. Rahmat. Rahmat. Bugun bu suhbat programmamizga kirishdan ilgari bir qisqacha bir narsa bir izohat berib qo'yay. Uyg'ur choyxonasiga hozir bo'layotgan buzg'unchilik, shundaqla Uyg'ur choyxonasini qorlash, hatto shu Uyg'ur choyxonasiga suhbatga chiqqan suhbat sohiblarini nima ish qilib chiqsan degandek har xil tuhmatlar orqali bizning Uyg'ur choyxonasi palach o'ringa tushirmoqchi bo'layotganlar bor. Bir qancha kun bo'ldi. WhatsApp gruppalarda surgundagi Sharq Turkiston Derneke yana surgundagi Sharq Turkiston parlamentniki rais bo'lgan Yarmuhammad Barat buna ait bir qarışlik ketyapti bu suhbat programmamizga. Men bu Uyg'ur choyxonasi haqida ilgari deb o'tgan degan qisqacha deb qo'ya Uyg'ur choyxonasi ichishkining maqsadi bizning vatanda biz kichikimizdan tortib yurt-yurtlarda, shahar, yezilarda, mahallalarda Uyg'ur choyxonasi deb choyxonalarimiz bor. Shu choyxonalarimizdan choy ichib, non yeb o'tirib, o'sha yerda bizning mahalladagi yurtlarning cho'nglardan nurg'un bilimlarni oladi, xalqaro vaziyatdan xabardor bo'ladi. Keyingi kunlarda Uyg'ur choyxonasi tor dunyosiga ko'chib, torlarda Uyg'ur choyxona suhbatlari qurildi. Xitoyning Uyg'urlarga olib borgan irqiy qirg'inchilik siyosatidan keyin butunlay bizniki hammamiz Xitoy tip yildizi yo'q deyapti. Ya'ni Uyg'urlarniki bir bilim oladigan bir nimasi bo'lgan, kultural organi bo'lgan, tashviqot nimasi muhim rol o'ynagan Uyg'urlarning ijtimoiy siyosiy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan Uyg'ur choyxonamiz mayli choyxona ustida bo'lib qolsa va digital ustida bo'lsa butunlay yo'qotildi. Men faqat shu o'zimizniki bu kultural nimasini diasporada saqlab qolish ham digital bir dunyoda taraqqiy qildirib qo'yish uchun shu Uyg'ur choyxonasini qurib chiqdim bu narsanikini. Bizning bu qurib chiqqan Uyg'ur choyxonasi suhbati bu kanal hech qanday bir tashviqot organiga tabe emas yoki hech qanday bir tashkilot yoki ma'lum bir shaxsniki yoki ma'lum bir guruhning tashviqot quroli emas, balki Xitoyniki sharq turgan eprayotgan mustamlashlik, assimilyatsiya siyosati, bostirish siyosati, irqiy qirg'inchilikni bu erkin dunyoda eng yaxshi shakllarda tarafsiz o'rinda turib xalqimizga yetkazadigan shundaqla diasporadagi ko'z ko'ringan Uyg'ur sarxillarni, siyosatchilarni, aktivistlarni, professorlarni har qaysi qadamlarni taklif qilish orqali xalqimizga eng yaxshi fikr yetkazish, hech qanday go'ravozlik qilmaslik yoki ma'lum bir shaxsga yoki ma'lum tashkilotga qarshilik qilmaslikdan tarafsiz o'rinda turib xalqimizga eng yaxshi shakllarda to'g'risini yetkazib berishni maqsad qilib kelyapmiz. Bugun biz bu diasporada bir o'rtaqlik ko'ryapmiz, g'ayri bir o'rtaqlikni. Bir tarafda bizni bostirayotgan Xitoy hokimiyati
o'zidan boshqa barliq ovozlarni yo'q qilish, uchrash orqali diasporada bizning ovozimizni yo'q qilishga tirishib, har xil tuhmatlar bilan qaralayotgan bo'lsa, yana bir guruh insonlar ayni ishimizga ma'lum guruh o'zining ovozidan boshqa ovozlarning hammani yomon ko'radigan, o'zining ovozidan boshqa ovozlarni o'ngiltishga qarshi turadigan bir guruhim bor. İsmini atab davrmayman. Bu surgundagi Sharq Turkiston darniga. Ular o'zidan bo'lmaganlarningki o'ziga tava, ya'ni ham patqizmoqlik, ham o'ziga tava bo'lmaganlarni fikr o'xshamaydiganlarning hammasini har xil tuhmatlar bilan qorlab kelganlik. Jumladan bizning Uyg'ur choyxonasini burundan necha qatim bir qancha bizim mehmonlarimizga har xil haqoratlarni qilib, hatto Uyg'ur choyxonasini Xitoy choyxonasi degandek o'sha tuhmatlar orqali bizning bu choyxonamizni taqitish maqsadimi ibrotamda mushtaq bir xil andaq o'chmanlik nuqtasidan qilyotidi. Biz bunda o'chmanlik qarashga chiroyli radiya verdik, chiroyli gap qildik. O'nglamadi gapni. O'nglamay bir necha kun bo'ldi ham Facebook, WhatsApp gruppalarida nihoyat haqorat xarakterlik gap qilganligi uchun yani bu yerda yetkazib qo'yishni maqsad qildim. Nima uchun bundalik ichqiyversan, ma'lum bir odamlarni deb bir necha odamlarning qatta ismini atab ichqiyversan, bu to'xtamay suhbatni qilaveramsan deb shu Yarmuhammad Barat nihoyat haqorat qilib ketganlik. Biz nima uchun Xitoyning Millatlar Ittifoqi qonunini degan 6-qismiga olib bordik-da mana. Nima uchun bu suhbatni olib beryapmiz? Bu xalqimiz uchuq. Xitoy tajovuz hukumati 7-oyning 1-kunidan boshlab atalmış Millatlar Ittifoqi qonuni, ya'ni irqiy qirg'inchilik qonuni yurgizgandan keyin diasporada Xitoy qarshi kuchlarning ichida Tibetlardan Lobgang Rangza 7-oyning 2-kuni Birlashgan Tashkilotning oldida o'zini ko'ydirib, Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik qonuniga o'zining amaliy harakatdan qarshi turish orqali butun Tibet xalqini diasporaga uyg'otdi. Hozir qadar Tibetlar Xitoylarningki irqiy qirg'inchilik qonuniga qarshi dunyo xarakter har xil faoliyatni elib, hozir dunyoning kun tartibida Tibet masalasini yuqori o'ringa olib keldi. Ammo biz Uyg'ur tashkilotlarimiz buning qarshi bayonot bilib qo'yishdan boshqa amaliy bir ishni qilolmadik ham davrimiznikini. Shuning uchun zodi bunda qolganda Xitoy Millatlar Ittifoqi qonunida nima bor? Mush qonunni bir shu moddalar bo'yicha biz bir analiz qilib boqaylik. Nima uchun Tibetda o'rniq bo'lib ketdi? Biz yana buning amaliy harakat qilamidik deb buning hamma moddalarini har qatimliq programmada ozdan biz tarjim qilib, analiz qilib buni qilishga va Nurgul Saidxonni taklif qildim. Yalg'iz Nurgul Saidxon emas, boshqa har qanday odam chiqib suhbat qilsa bo'laver bu nimadan keyin. Chiqilganga odam yo'q. Chiqilgan odam yo'q. Ondan bizim programımızın navakti elki biyoran bulayotgan şu teşkilatlar bizning sizlarga uchuq. Ben Uyg'ur choyxonasi deb suhbat programmasini qurdim. Hamma Uyg'urning haqqi bor. Ben Uyg'ur degan nomni ishlatganligim uchun hamma Uyg'ur haqqini beraman. Sizga o'xshash Sharq surgundagi dernek deb qurib olib, uni bir dernek shaklga ekib qo'yib, to'g'ri televiziyaning o'zaldan boshqa odamdan chiqirgan 2 odamlar, 3 odam. Unda boshqa hech kimni yaqin keltirmaysizlar. Sizlar uchuq bizning choyxonamiz. Navada biz qilayotgan suhbat programmamizda xatolik bo'lsa, chiqinglar sizlarnikini. Hep Abdurim G'aniy Nurgul Saidning qilayotgan programmamizda manda nuqtalar bor. Bu bizning millatimizning tip manfaati, Sharq Turkiston mustaqillik harakatimizning prinsiplariga zid yoki millatning yuzabiga xilaf manda narsa qilyotidi. Danglar ekranimiz ochib beray. Suhbat chiroyli taklif qilaysizlarnikini. Bo'lmasa, bu xatolikni topolmang. Quruq tuhmat qilish orqali bu yer ish qo'toqlik qilish orqali xalqni sestish, ammo bizniki normal mengayotgan tarafsiz o'rin turayotgan bu Uyg'ur choyxona suhbat nimalarga qorlash bu notabin normal bir ish emas bu narsalikda. Sizlar o'zingiz Sharq Turkiston surgunlik to'rtili o'zingizning adamidan boshqa odamga hech kimni gap qilmaysiz uningda. Biz adamni chiqolmaysa bir odam chiqmas, chiqal qo'ymaysa, unda qolib qolsa sizlarga erkin bir demokratik davlat yashab o'tib, xalqning erkin demokratik fikriga hurmat qilmayapsizlar. Men hurmat qilyapman. Men tarafsiz o'rin turib, hamma xalqniki ko'p xil fikr hurmat qilaman. Hammamizniki fikrga o'rnozlab turyapman.
hech qanday shaxsning shaxsiyatiga, xarakteriga hujum qilmagan asosda har qanday bir Sharq Turkistonlik, har qanday bir Uyg'ur ekranim ochiq. Shunga bizning suhbat programmamizdan beyaramsizlik his qilayotganlar faqat Xitoy tajovuz hukumati, chunki uning aptibasini ichib beryapmiz. Unda qilib qolsa, sizlar nima qadar bu qadar beyaramsiz bo'lasizlar? Sababinglar nima? Shuning uchun deb qo'yay men Sharq Turkiston surgunligi darnikiga sizlar bilan men hech qanday bir narsada shaxsiy nimam yo'q. Hem sizlarning qilayotgan faoliyatingni hurmatlayapman. Hatto qo'llab, necha qatim qo'lladik faoliyatinglarnikini. Yaqin hech kimga yaqin kelib o'tmaysizlar. Sizlarning faoliyatni qo'llaydigan odamlarga ham yaqin kelib o'tmaysizlar. Hammadan chet qoqisizlar. Shuning uchun yolg'iz qolib qolyapsizlar. Bu da'vo yolg'iz sizlarning ishi emas, hamma bir Sharq Turkiston, har bir Uyg'urniki bu da'vo aktiv qatnashish, o'ziniki bir Uyg'urlik, bir Sharqdalik mas'uliyat ado qilish bir majburiyati va fikrning o'xshashmasligi bizniki bir-birimizni chet qoqadigan, birimiz hujum qiladigan nishon olib qolmasligi kerak. Ko'p xil fikrning bo'lishi yaxshi. Shuning uchun bir-birimizda yuzobro'y tushiradigan, hujum qiladigan ishni to'xtatinglar, men buni deb qo'yay. Buni bir necha qatim deb qo'ydim, hatto yozdim. Belki bu qatim yana oxir qatim yozishim mumkin. Bu to'g'risida yozib xotir qoldiribman, yana to'g'ri e'lon qilaman. Boshqa bizning nimamizni so'z qilgan narsamizni putoq chiqarsalar, ekranimiz sinib o'chiq. Qancha vaqtda chiqmasan, chiqsang bo'ladi. Ekranim o'chiq. Boshqa Yormuhammad Barak eng oxirida deb qo'yganim, og'zingni yig'inglar. Hujumni biz qilmay Xitoy qilinglar. Nojo'san Xitoyning aptibasini ichib beryapmiz. Sizlar chidamayotgan bo'lgan bo'lsanglar, bizni qarshi kelinglar, qo'yib ekranga chiqinglar. Hem Nurgul Saat xonim ham bugungi suhbat programmamizga ikkita azroq tushuncha berib qo'ydim bu haqda. Chunki biz nechta muhabbatda WhatsApp gruppalar to'xtamay haqoratdek bo'lib ketganligi uchun o'zimizniki chiroyli o'z qarashimizni, fikrimizni bildirib qo'yay, xalqimiz bilsin, tarixda bir xotirlik qilib qolsin deb tushuncha berdim. Xo'sh. Xo'sh, rahmat Abdurimjon. Bu yerda bu bir turkum siz shu degan odamlarningki ish qilmishlarini biz 2016-17 yildan tortib hozirgacha ko'rib kelyapmiz. Bu 10 yillik tarix degan uzoq tarix. Endi men Misha deb qo'ydigan narsam, biz chivin degan po'qqa miraqqa. Po'qning atrofidan ketolmaydi. Biz chivinni xo'sh qilamiz deb po'qning gapini qilamdik, ma xalqimizningki ozroq bo'lsin manfaat tegsin deb asalning gapini qilamdik. Shu aniqlam gapda bu yerda. Biz bu yerda asalning gapini qilyapmiz. Ozroq xalqimizga manfaat tegsin deb asalni ko'tarib chiqyapmiz. Albatta u po'qqa amaraq chivin degan g'ingshiydi qarang. Shunga uningga meningcha ko'p vaqt sarf qilmaslik kerak. Yanlam o'zimizningki diqqatimizni chachmay, bizning qilayotgan ishimizga, mush qilayotgan programmamizni davomlashtirib siz deysizmi davomli maqolangizda xalqni ko'ziga ming deb. Xalq ko'rdi uni. Ko'rib kelyapti. Ko'rib kelayotganligi uchun nima uchun o'ziniki zodi 4-3 odamga tushib qolganligini o'zlarining harakat orqali ifodalayapti. Shu bizga yetarlik. Shu buningda ko'p vaqt to'xtalib, bu to'g'risida bak ko'p so'zlashninki mening zaruriyati yo'q deb qarayman. Rahmat. Xo'sh, oldin qatimliq biz bu Xitoyningki irqiy qirg'inchilik qonuni analiz qilib 50-moddaga kelgan. Biz 50-moddadan boshlaylik. 50-modda noy darajalik va uningdan yuqori xalq hukumatlari Jumhur millatlarining o'rtaq gavdasi tuyg'usini kuchaytirish, millatlar ittifoqligi va taraqqiyotni ilgari surish xizmati o'zlarining davlat iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot plani va yillik planiga kirgizishi hamda aloqador mablag'ni xomchot kirgizish kerak. Noy darajalik va uningdan yuqori darajalik xalq hukumatlari moliya tarmoqlarini qonun bo'yicha mablag' ishlatish va munosabat ishlarga yetakchilik qilishi hamda u nazorat qilish kerak. Xo'sh. Endi bu qonunni biz oldingi moddalarni deb o'tdik. Bu Beijingdan mushu noy darajagacha bevosita tushiryotgan bir buyruq shaklidagi qonunchi. Anda bo'lgandan keyin bu yerda o'zimiz ozroqlam sistemani tushunsak, Abnum rayonininki mablag'ini Abnum rayonininki o'ziniki orchudi orqali boshqaradi. Agar uningdan ustiga yana mushunga mablag' ajratimiz yoki bunga mandaq pul ketadi desa, u pulni Beijingdan so'rash kerak.
Ana mana yaqin mushu biz programma boshlagan vaqtida men shunga tayyorlik qilib olgan vaqtida mushu Xitoyninki o'zlarining medialari qarab vaqtimchu. Ashdan qarasam, mush qonun shu 7-oyning 1-kuni amalga ishdan burun ajratib bo'lgan buningga 50 milliard xalq puli bor ekan. Buning ajratib bo'lgan pullar mush qonunni yo'lga qo'yish uchun ajratgan dastlab qadamdiki. Demak, bu qonunni shu 3-oyning 12-kuni nimaninki Xitoyninki xalq qurultaydan o'tkazgan vaqtida bu mablag' hamma narsa buningga allburun saplanib bo'lgan ish. Shunga buningga voy mushu mundaqlam chiqarib qo'ygan qonun bu. Bu nimaga o'tmaydi yey, aqlay ko'klay deb xalqni allay balam allay degandek o'qitishga urindigan ba'zan bir odamlarga mush 50-modda intayin to'g'ri keldi. Bu odatdagidek chiqarib qo'ygan qonun emas. Buni ijro qilamiz deb ajratayotgan mablag' qurilib bo'lgan qurilma. Ana yana birisi o'sha Xitoyning o'zininki yuqoridan tortib tuvangacha qurib bo'lgan qurilmaga qanchalik o'zgartish kirgizib, mush qonunga moslasha oladigan qilish. Ashna hammasiga pul ketadi. Shunga bu 50 milliard hozir birinchi qadamda ajratilgan pul bo'lishi mumkin. Buningdagi ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich qanchalik pul buningga mush yil oxirigacha kirdi. Bu yana bir biz to'xtamay qarab maqadigan, diqqat qiladigan nuqtachi. Hamma narsa mablag' bo'lsa, qurilma bo'lsa, odam kuchi bo'lsa, u amalga oshqil bo'ldi. O'z vaqtida lager ichilishdan burun hamma ichilib odamni tutilayotgan vaqtida bizda ashundami bir xomishlik botdichu. Voy bu Xitoyninki ashunaq bizga qo'rqoq silish uchun odam tutib uni buni qilib tarixdan bor ish bu. Bu cho'ngaymaydi-yu, aqla ko'kla deb biz boshda toza erangishib ketmadik. Amaliyot tutilish 2014-yil boshlanib bo'lgan ish. Lekin keng ko'lamga aylangan vaqt 2017-yilning yil beshi. 3 yil vaqt ketdi-ku shuningga. Hozir mush qonunga biz diqqat qilmasak 2 yilga qolmay bizni butunlay tüp-tüz qilib oyoq ostiga ap bo'ladigan ahvol u kep chiqmaydi emas, chiqadi. Şoň bununğa sistemi qurilib boldy, mablag' ajratib boldy. Hazır adamni tarbiyalab eng töven nimisigacha, noy qishlaqcha tushirib boldy. Şoň buningda hamma narsa taq put boldy degan ma'no mishadan chiqilishi. Mush 50-nji nuqta oniki iqtisod masalasini qanday hal qilish degan shunga javob chiqadigan nuqtamiz shu. Rahmat. 52-nji modda. Go'yanning aloqador tarmoqlari va yerlik har darajali xalq hukumatlari umumiy davlat xavfsizligiga qarshini yo'l qo'yishi, millatlar ishlariga munosabatlik muhim ishlar to'g'risida yo'l yo'riq ilish va doklad qilish sistemasini mukammallashtirishi, bu sohadagi cho'ng xavf-xatarlar va yoshirin xavf-xatarlarni tekshirish, aniqlash, baholash, oldin ogohlantirish va bartaraf qilishni kuchaytirishi, xavf-xatarlarning oldini olish va pasaytish iqtidorini o'stirishi, davlat xavfsizligi va ijtimoiy muqimlikni qo'g'dish kerak. Endi bu yerdagi bizlarga diqqat qiladigan bir qancha ufqum borchu bu yerda. Bu biz Uyg'urlar bak sagak bu ufqumga. Bu mushu Uyg'ur bilan xatarlik masalalar yoki bo'lmasa xatarlik deb qaraladigan qilmishlar degan mush ufqum bir yerga kelgan vaqtida bizningki o'zimizningki travma nervimizni o'g'it yutib qoladi. Nima uchun deganda Abdurimjon yodingizda bormi? Boshda biz shu lager masalasida o'tirg'i chiqib biz so'zlagan vaqtida qandaq odamlarni atalmish qayta tarbiyalash maktablarga yig'di yoki bo'lmasa tutib ketdi yoki bo'lmasa shu yerga so'laydi deganda aşağıda 40 turlik omil bordi. Yodingizda bormi shu narsa? 40 turlik sabab bilan ashuni bana qilib odamlarni tutdi. Shu 40 turlik narsaniki tizimlikka qarasangiz Actually sizga o'xshash burt qo'ygan odam qonunsiz yashayapti. Ashunimi bir sabab deb odam tutgan. Shunami Uyg'ur ayollar beshiga yolg'iz chekkanda bo'lsa, shunim qonunsiz deb qaragan. Yodingizda bormi? Ashumi bir qonunsiz deb qaralgan qilmishlar. Shunga buningga
shu qonunsiz yoki xavf davlatning bexatarlik xavf ekildi deb degan masala kelgan vaqtida shu Uyg'urlar nima ish qilsin o'zininki shu madaniyat kultur doirasi ichida shuning hammasi qonunsiz deb qaralib ketadi buningdan keyin chunki shu Uyg'urlarniki hozir o'zimizning kultur mushti deb shu bo'yicha mamiz shu qiliblar mamiz deganning o'zilam jinoyat hisoblanadi buningdan keyin chunki u mantiqa Xitoyninki hozir mush qonun orqali yo'l qo'ymoqchi bo'lgan Junxo Minzu degan bir millat va degan bir millat shu ideologiyasi bilan tubdan qarama qarshi ana shunga mishaga kelganda biz buningdan keyin shu biz og'zimizga to'xtamay deb kelayotgan shu 80 moddaga chiqdi shu 80 turlik bahona 80 turlik bahonadan shu ikki qatlanib ketishi mumkin 160 turga aylanib ketishi mumkin shunga biz uni qanchalik inchika qanchalik o'zimiz zehnimizni diqqat qilib shunga qo'yib mansa buningdan keyin bu xil narsani biz texmo ko'p bayqaydigan ahvolga tushib qolamiz ana bu bayqagan vaqtida nima ish qilamiz tushunami bayqidoq degan gap biz mayandan biz bayqab bo'lguncha vatanning sirtida vatanning ichidagi bechoralar u tutilib bir yerga so'nib bo'ldi degan u nima signal oldi birin chiqib bo'ladi undaq bo'lsa biz qanday inkos qaytaramiz biz yana jim turamdiq yoki bo'lmasa ashuni so'zim undaq narsani biz g'arbniki medialarda nimada so'zlasak bularniki kallasiga aqlga sig'maydigan bir narsachu bu qandaqsiga masalan sen nimangda uyangning ichida o'zingniki tomoq o'tmay dasturxon selib o'tirib tomoq yeyishni o'zini bir qonunsiz deyalaydi oshimi bir mantiqimi deydigan andaq bir nima savol bizga qo'yilishi mumkinchu man masalan deb deyapman-ku uni biz qanday javob beramiz shundami javob berish uchun Xitoyninki oshini nima uchun qonunsiz deyalaydigan o'zininki asosini biz oldida o'rganishimiz kerak bu 52 moddani biz tushunmasak qanday tushuntirishni bilmasak demak shu g'arb medialarininki shu boshqa nuqtadan bu demokratik davlatlarniki erkinlik kishilik huquq nuqtasidan bizga qaratilgan savollarniki hech qaysi biz javob beramaymiz chunki ularni tushunishi kerak to'xtabdi burun mandaq bir ishlanib bo'lgan hozir bu o'rlab hozir modarjiga beribdi deydigan bir narsani o'lim tushunishi kerakchu o'g'liga tushuntiradigan odam boshqa odam emas biz tushuntiramiz o'g'liga biz o'zimiz oldi bilan tushunishimiz kerak shunga bu hozirdan tortib mush Xitoylarninki davlat bexatarligiga yoki milliy ishlariga xatarlik deydigan atalmish milliy ishlarjimi bu milliy ishlar degani bu bir millat monoculture Junxo Minzuni ko'z tutyapti bizniki hargiz Uyg'urninki milliy ishi emas u shu oshininki farqini oshininki analizini oshininki sababini o'tirib tashlayalaydigan tushunch qobiliyat uqum bizda oldi bilan oydinlashishi kerak u narsa bizning qo'limizda oydinlashmay turib biz u haqiqatni xalqaro sahnasida o'tirib tashlay olmaymiz rahmat 53. modda yerlik her derecelik xalq hükümetleri ve alakadar organlar tokunuş ve talaş tartışlarının oldun iliş ve hal qilish iqtidorini kuchaytirishi ko'p xil talash tartishlarni hal qilish mexanizmining rolini joriy qildirishi talash tartishlarning xarakterini to'g'ri bekitishi qonun bo'yicha bartaraf qilish va hal qilishi shundaqla millatlar ittifoqini qo'g'dish kerak hech qanday tashkilot yoki shaxs milliy kimlik urf-odat va odatlar yoki diniy e'tiqodlar tufayli qasddan to'qinishlarni qo'zg'amasligi yoki kuchaytmasligi jamiyat tartibini buzmasligi kerak endi mishada buningdan ochiq oshkora ichib bizga tushuntirishning hech nimasi yo'qchu maningdek aniq bizga yuzimizga aytib beryapti hozir endi bu yerda deyilayotgan narsa siz hozir o'qib o'tdingiz urf odat shunami shaxsiy milliy kimlik ana yana birisi o'zimizning urf odat diniy e'tiqodimiz hamma narsani jug'lab birga ekib beryapti shuning qaysisini
Masalan, vatanning ichida yashaydigan bir Uyg'ur, men mandaq odamdim, mening dinim islomdi, meningki madaniyatim, urf odatim Uyg'urdi, meningki tilim Uyg'ur tilidi, men mandaq yashaydim deb shu ochiq oshkora yoki bo'lmasa biroz so'rinda ashuna o'tirg'i tashlagan vaqtida ashning o'zi qonunsiz hisoblandi. Demak, siz o'tirg'i tashlagandan zaman u kishi boshqalardan atrofidagi odamlardan ayrim yoki bo'lmasa mundaqcha aytganda ko'p qutblikni, ko'pchilikni yoki bo'lmasa o'xshamaslikni targ'ib qilayotgan odamga aylandi. Bu yerda nima desa, hammani nima xuddi cho'tkada sir cho'tkasida bo'yablam o'xshash bir rangga, o'xshash bir holatga akilman deyotgan bundan muhitda men mandaq deyman, sen cho'tkada bo'ygan ash qizil rangdan ozroq farqlanadigan mandaq insondim yoki bo'lmasa mandaq odamdim deganning hammasini qonunsiz deb qarab, sen jamiyatninki bir muqimligiga, bexatarligiga sen ziyon kelgan gapni qilding deb ashuni bir bana ko'rsatib bir ish qila oladi-chu. Andan hozir mayada mandaq bir narsani siz mediaga Facebook u yerga diqqat qildingizmi? Hozir mandaq bir narsani men diqqat qilmoqchi. Masalan, shu Uyg'urlarninki o'limini qanday uzatyapti shuni bir diqqat qilib beqing. Ko'rdingizmi? O'limini uzatgan vaqtida hozir jinoza ishlatishga ruxsat yo'q. Nima uchun o'ylab beqing. Hozir burun meyitni oqti yo'gaydi. Hozir tez diqqat qilsangiz, meyitni hatto oqtim yo'giga qo'ymayotdi. Uning bizni qanday tushuntiramiz? Bizning urf-odatimiz meyit islomda oqi yo'gaydi. Duo qilib, yuyib, uni rasmiy nemisini namozini tushirgandan keyin oqi yo'gab jinozaga soldi. Hozir ashning hammasini asta-asta yo'qitib bo'ldi hozir. Endi shu meyitni uzatadigan shu narsaga diqqat qilsangiz, buningdan keyin meyitni qanday uzatadi? Bizning urf-odatimiz, bizning yoki xalqimiz meyitni qanday uzatadi? Bu bak diqqat qiladigan narsa shu. Buningdan keyin hozir u zaratga opirishga hozircha yo'l qo'yayotdi-ku. Buningdan keyin zaratga opirishga yo'l qo'ymasligi mumkin. Ko'ydirilib deyman-da. Ha? Xitoyning nimasi bo'yicha shu nimaga opirib, Xozanga opiriblam, shu odam ko'ydirilgan yerga opirib ko'ydirib, bir qacha mana senki o'lgan deb bir qutiga o'lgining kulini oila egasiga beradigan ahvolga tushdi. U jiroq emas u narsa-chu. O'ylab beqing, yodingizda bormi-ki, bu narsa biz bir vaqtda bir mezgil azoq diqqat qildik bu narsa. Keyin bak ishtik bizga kelayotgan uchur, bizning da'vatgan gapimiz bak ko'payib ketib, buni tez diqqat qilmadik. 2019-yillari shu Covidning oldida tuyuqsiz shu bizningki Chechet noila janubdagi masalan Maralbeshi deysiz, Makit deysiz, andan keyin shu Qaraqosh deysiz, shunaqa Chechet noilada odam ko'ydirilgan yer ichilib ketdi. Tuyuqsiz bir odam yodingizda bormi shunaqa biz tizim bir statistik qilib boqqan shu chog'da biz. Berilgan maosh intayin yuqori. Bu yerda ishlasang 8,000 xalq puli berman deb ochiq oshkor qo'rqmay shu nimani chiqargan shu chog'da. O'ylab boqamiz. Siz Aqsu'da o'zingiz Aqsu cho'ng'igan, Aqsu'ning o'zida bir noyda 8 odam ko'ydirilgan ya'niki ichilishi ashunga kerakmi? Uyg'ur nopus ustunlikni egallaydigan bir noyda 8 odam ko'ydirilgan ashuna Xozang changning ichilishi normalmi sizningcha? 3 turpanda ichildi shu chog'da. İçildi. Ana ashunga biz nima qildik? Qarab nada ichilganligi, shu nima bilan lager bilan bo'lgan yaqin jiroqlikqa ashunimi biz shu chog'da statistik o'zimiz qilib boqqan shu chog'da yodingizda bormi? Buningdan keyin 53-moddaga asosan shu Uyg'urlarninki hozir u meyitini uzatish bora
uddul xozan o'zininki hozir ishlab chiqargan odam ko'rgan xozanchangning ichiga olib beradi. Ashak apirsa, ashak kuydirsa, kulingni ketsa deydigan o narsamiz jiroq emas bizdan. Şoňa bizde bu narsa qargan vaqtida azaqlıqı tarixiy özümüzniki bişimizden ötken tarixiy göz qaraş boluş gerekçi. Yani birisi ma narsa ne ketyapdydy deydigan bir huşyarlyk bizden boluş gerek. Andan keyin hozir yezilarda bolgan toy töküllüge diqqat qilib beqing. Yezida jima, men shaharning gapini qilmayapman, men yezida bo'layotgan toy tökünningki nimasiga qarab diqqat qilib beqing. Yezlarda qanday toy qilyapti. Yezlarda er kishi qiz o'g'illarninki o'zimizningki urf odati bilan o'zimizningki atlas ko'ynigini kiymayapti. O'zimizningki to'yda kiyindiradigan hech qanday narsa yo'q. Xitoylarninki chipollar bilan qizil nimalar bilan oshi narsa bilan to'y qilyapti hozir. Aşını məxsus orlaşdırıvadı. Sen mandaq toy qilsang, seninki toyangninki mançilik məbləğini hökumət götürüdü deganni aldab akirib, şunu bilan barbara aşlaş vaqatni qilib kengaytyotydy. Hatta şu boyunca toy qilgan Xitoyning yo'li bilan aşı nimasi bilan kiyindirish, uslubi bilan toy qilganlarni mukofotlayotdi. Mukofotlash orqali xalqning ichida, o'zimizning ichida andaqa ikki qutuplashishni barbara keltirib kelsin, bir qutupga egib ketadigan ishni allıburun qilib bo'ldi. Endi hozir qonunga asosan bir qutup egilish bo'lgan qutupni butunlay ashuni ustunlikka chiqarib, yana birisini bu o'zimizningki milliy uslubi bo'yicha to'y qiladigan, shu bo'yicha qiz chiqaradigan yoki bo'lmasa o'g'il o'ylaydiganlarning hammasini qonunsiz o'ringa tushirdi. Qanunsuz degandan keyin bu hamma odamga jon tatliq, ana unda bo'lsa qonunsiz biz qilsak bo'lmaydi ekan deb, odamlarni mijib bir yerga olib borgan vaqtida uni amaliylashtirib unchalik tasga to'xtamaydi. Anda bo'lgandan keyin bizningki bola tug'ilgandan tortib ta o'lgangacha bo'lgan har bir qadam, har bir bosqichdagi urf-odatning hammasi juyilib, supurilib, mandaqcha aytgan chog'da jimirilib mangdi. Manganda yana 10 yildan keyin siz bilan men hayot bo'lsak, mush gapni yana qilib o'tiramiz. Biz qanday holatga tushib qolamiz? Ana buni biz o'zimiz yaxshi o'ylaydigan bir masalachi. Biz yanada o'zimizni Uyg'ur deb, molidan farqlanadigan bir inson biz deb deyalamdi o'sha chog'da. Bu biz rasmiy o'tirib o'zimizni sug'oqanlik bilan bir o'ylashib boqadigan ish. Buningdan keyin qiladigan mayli kishilik huquq nemisini yo'lini tutib qilayotgan faoliyatinglar bo'lsin yoki qaysi xil usul bilan qilayotgan faoliyatinglar bo'lsin, qaysi nuqtani asos qilib, akademiklar bo'lsin, hammasi bo'lsin, bu biz diqqat qiladigan bir nuqta bu. Bu o'zimiz ashunga o'zimiz hozirdan tortib, o'z sagak qilib, o'zimiz diqqat qilib, ashuni to'xtamay o'zimizningki gapimizga, ish harakatimizga biz yug'urib, o'zlashtirib boradigan bir nuqta. Bo'lmasa biz millat sifatida yo'qolib ketamizda shu vaqtida. Bola tug'ilgandan tortib bir odam o'lgangacha egolanmagan bir millat qanday millat holatda tura olsin? Rahmat. Rahmat. Hozir yaxshi analiz qilib berdingizda, masalan, bu moddalarni boshqa bir millat odamda kirib qolib millatda ittifoqni qo'g'dish kerak, shaxsiy milliy kimlik, hurmat qilish kerak deb qolsa, voy bu yaxshi qonun ekan deydi, boshqa millat ko'pnim qilib qolsa bir narsanikini. Shu men sizga shu qonunning tarjimasini avatganda nima uchun sizni dedim-ku, inglizcasini o'qib beqing, uyg'urchasini biz analiz qilganda qanday chiqadi, shuni diqqat qiling deb men uchun shuni dedim. Ingliz qishi tamam deyni sizga avatib berganimda. Inglizchani o'qisangiz bu nihoyat yumshoq chiroyli gap bu. Ana inglizlar ashuniki tarjimasini o'qisa, voy bu saran kabi uyg'urlar. Bu millatlar ittifoqligi davlatningki nimasini bir millat birga yashab, mana qil davasi deydigan bu yaxshi bir qonun nima uchun bu qarish chiqdi deydigan bundaq narsa kelib chiqdi. Lekin aniki maydini biz tushuntirib bermasak, shu bo'yicha ketaverdi. Ketaverib andan keyin biz bir narsani ko'tarib chiqsak, xuddi gaz adam gap anglamagandek xiyol kelmaydigan ahvol kelib chiqadi. Bu yana shu davrda deydigan.
şu. Bizani Uyg'urlar shunda shu zir-zibarlargacha buni analiz qilib berdik-da, buni inglizcha, turkcha, boshqa tillarga buni shunday analiz qilib, tushundirish kerak ekanda ma'nosini. Bo'lmasa Mush bu to'g'ri, siz to'g'ri dedingiz. Mush nuqtada men yaqinda musha Tibet Information Center'ningki uchur markazining bir qisqa bir YouTube'ini ko'rib qoldim-da. Ashu YouTube'da bular bizga o'xshash mana tafsil qilmabdi. Endi bularda tanlagan 5 cho'ng modda bor ekan. U 5 cho'ng moddaning ichida mushu 54-chi hozir biz to'xtalib o'tgan 54-chi modda shu yerda bor. Endi yana birisi endi 62-chi, 63-chi moddasi bor ekan. Uning ham hozir kelimizg'u. Uni qanday qildi desangiz, ustiga shu mushin manchinchi moddada oqsiga nimaga nima holatda xuddi nima deymiz bu nima ishlaganligi PowerPoint ishlaganda oqiga ko'langi shaklda Xitoy oldiga ustiga inglizcha, uni ostiga Tibet tilida qilib, ashuni shu biz eng diqqat qiladigan 5 cho'ng nuqta mush qonundagi eng nimasi xatar eng yuqori deb qaralgan 5 nuqta deb ashuni kichik qilib ashuni ishlabdi-chu. Ashuni qarab endi men diqqat qilib baxdim. To'xta, ma'ningmi nimasimi, ta'sir kuchimi cho'ng bo'ldiki, ashuni ko'rash nisbati qarab baxdim-chu. Ko'rash nisbati qarasam, uningga ko'rash nisbati to'xtamay o'rlab o'tibdi shu YouTube'niki. Inayt qisqalikqa Facebook Reel'da chiqaribdi ekan. Ashuni qarasammi, ko'rash nisbati to'xtamay o'rlab yotadi. Nima uchun deganda, hozir mediada bo'layotgan ish hech kim bir narsani mundaq muntazam besib o'tirib ko'rib tabiiy tushunadigan ahvol nihoyat ozchu hozir. Hozirgi medianiki iqimi nihoyat tez. Shunga kishilarniki diqqat qilish nimasi 15 sekund. 15 sekunddan ortiq narsani mediada odamlar ko'p diqqat qilib ketmaydi. Ana shunga bu nima Tibetliklarning qilgan narsa nihoyat qisqa. 15 sekundlar. Endi boshlanishidan tortib oxirlash qarasangiz, umumiy mazmun 15 sekund, hammasini qo'shib kelsangiz 20 minut qolmaydi. Ana shu ularningki xalqningki diqqatini qo'zg'ash nimasi, ashqil kichik shug'ul videoninki ta'sir kuchi nihoyat yaxshi bo'ladi ekan. Endi mening mishada tavsiya qilib qo'ydiganimmi, endi bizning oramizda nurg'un yoshlar bor hozircha o'z oldiga ish qilayotgan, yana tashviqotni davomli qilib kelayotgan. Shu tashviq qilayotgan yoshlar deydigan mening bir berilgan taklifim, mushu qonunninki har bir nuqtalarini ashuna kichik qilib video qilib ishlab, bizga qandaq nima zina akildiganligini-chu kichik shu nima bilan inglizcha, uyg'urcha, ana xitoychisini oqiga ep turib, shu qonun moddasining nimasini-chu. Ashuna bir qilib mening bu kalam kelgan narsa. Ashuni bir tashviq qilib baqsa qanday deydigan ashnasimi kalam kelib qoldi. Chunki bu qonun mushundaqli tugab ketadigan narsa emas bu. Endi amriyalashga boshladi-chu. Ana hozir 9-oyninki 1-kundan tortib Xitoyning o'zininki chegaradan kirib chiqish bir yangi nizomnoma o'tirib qo'ydi ekan. Xitoylar o'zining millati titrayotdi shuning qarab. Biz ham bundan keyin Xitoyning ichiga kirsak chiqolmaydi ekanmiz. Yoki bo'lmasa chiqish ehtimolligimiz bo'lmasligi mumkin deb. Endi Xitoyniki o'zining millati andaq titrayotgan yerda qonun bilan bizningki Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz o'zininki Xitoyning nomidagi atalmish osonlik millatlar nima holatga tushib qoladi. O'ylamandik shuni. Bu demak Xitoy bundaq siqishni hozir texmi asabiylashtirayotgan shunaqa bir holatda. Anda bo'lgandan keyin bizdimi shu xalqaroning diqqatini qo'zg'aya oladigan boshqalarningki Xitoy yumshoq kuchi bilan asta ishni nadan nagacha ilib menyotidi. Buni tushundira oladigan qobiliyat, taktika bizdan bo'lish kerak-chu. Bu shuni sizga siz media qilayotgan odam, shu sizga bir samingizga sab qo'yishni to'g'ri ko'rdim, rahmat. 54 modda. Qurollar millatlar ittifoqligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qilgan qilmishlarga arz qilish va fosh qilish huquqi ega.
Shundaqla davlat organlari va ularning xizmatchilarining Cunha millati uchun kuchlik o'rtoqlik tuyg'usini shakllantirish va millatlar ittifoqligi va taraqqiyotni ilgari surish jihatdagi qonunda belgilangan majburiyatni ado qilmaganligi yoki to'g'ri ado qilmaganligi qatorliq ahvollarni fosh qilish huquqi ega. Bu qonunning belgilamalariga xiloflik qilish sababidan millatlar ittifoqligi va taraqqiyotiga ziyon yetkazilsa yoki davlat yoki ommaviy manfaatga ziyon silinsa, xalq taftish mahkamasi qonun bo'yicha ommaviy manfaat da'vosi qo'zg'ay oladi. Mishaga kelgan vaqtida men mandaq bir narsani mushu bizningki mush ekran oldida ko'rarmanlarga samiga bir sap qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Yodingizda bormiki, shu lager masalasi chiqishqa vaqtida mandaq bir hikoya chiqqan. Ham ashuni mening o'z beshimdan o'tgan ish bu. Bu to'g'risida nurg'un narsani yig'ib ketdik shu vaqtlarda. Bir nima qilamiz? Bizga bir asos bo'lsin debchi. Masalan, ma'lida bir oila, yan bir oilaga bir odam, yan bir oilaga jisekchilik qilib, odam chaqirgan, hukumatga ma'lum qilgan ahvol oshchaqda avjab ketgan. Agar hukumatga, shu Xitoyniki yerlik hukumatiga Mao adam manda qilyotidi uyda yoki bo'lmasa manda qilish orqali millatlar ittifoqligi yoki bo'lmasa bizningki jamiyat muqimligiga ta'sir ko'rsatishni qilyotidi degan shu biz degan 40 modda yoki 80 modda asosan shuni deb qo'ysa hukumatga ashning pul bergan yodingiz bormi? Bir odamninki namoz o'qig'ini xalq buni o'zining oila komitetiga inkos qilganga 10 ming xalq puli bir yerdan bir yerga qonunsiz bir narsani hukumatning atalmish qonunsiz deganimizda bir narsani yutkiganligini deb qo'ysa uningga 40 ming xalq puli. Hatto vatanning sirtidan shu o'ziniki nima yo'qlab bu yana bir narsa bordi. Maxfiy vatanninki sirti bilan aloqa qilganlarni bizga ma'lum qilsanglar uningga 40 ming xalq puli beramiz degan. Ashnaq bu nimalar chiqqan shu chog'da. Ashnaq qilib odamni odamga ishonmaydigan, odamni odam bir-birisiga to'xtamay nima qilgan, xuddi saqchilik o'ringa chiqarib qo'ygan ashnaq bir ahvol bordi. O'ylab baqing, siz har kun degidek hech kimga ishonmaydigan ashnaq bir dakki qorong'uchilik ichida qolgan jamiyat qanday jamiyat bo'ladi? U yerda jamiyatda birlik deydigan narsa bo'lmaydi. Odam odamga ishonmaydi. Anandan keyin u bir-biriga ishonmaslik oilaning ichiga kirib ketdi. Masalan, shu vaqtlarda masalan bolalarni maktablarda Xitoycha so'zlaysan, uyga borgandami Xitoycha so'zlaysan. Agar ota-onaning Xitoycha so'zlashni to'ssa yoki rad qilsa, bizga ma'lum qilsang bo'ldi deb bolalarni ish qilsa shu joyda. Nurg'un ota-onalar shu joyda lagerga kirib ketgan ota-onalar bolalarining sababidan lagerga kirib ketgan shu joyda. Chunki u yerda deylayotgan gap nihoyatda chiroyli. Uyda Xitoychani mashq qildingmi desa, onam Uyg'ur so'zi deganda, dadam Uyg'ur so'zi degan uyda desa, anadan nima bo'pti rahmat deb u bolani taqdirlaydi-da maktabda. Sen yaxshi uchurni qilyapsan, yaxshi gapni qilyapsan deb. Lekin u uchur berib hukumatga boradi. Borgandan keyin sen nimaninki hukumatninki birlik muqimligiga qarshi isyon ko'taradigan deb ota-onasini tutadi. Ashna qilib nurg'un ota-onalarni tutib ketdi shu joyda. Uningki nima sababi eng oddiysi odamning aqliga sig'maydigan yoki adam qabul qila olmaydigan bir narsa bolalarni boshlang'ich yoshdagi yoki yasli yoshdagi bolalarga sen Uyg'urcha so'zlaysan uyda, men sana Uyg'ur so'zlaganda men Uyg'urcha javob bersin deganlar bir gapi bor. Ashning bilan tutilib ketgan ota-onalar intayin ko'pdi. Buningdan keyin mush 54-moddaga asosan asos qatlamda bu narsa asos qatlam degani bizning yanam olgan noy darajalik yoki noydimi to'van yezi qishloq shuni ko'rsatuvchi. Bu bir-birisiga ko'z quloq bo'ladigan, desakchilik qiladigan, bir-birisining ish harakatini kuzatadigan, hatto oilada balla ota-onaning
masalan bir oiladagi aka uka yoki bo'lmasa ota singli bir-birisiga shu nazarband qilib bir-birisini shu arz qila oladigan yoki bo'lmasa ma'lum qiladigan bu ahvol buningdan chiqadi. U chog'da u yerda bu bir oilada masalan o'zininki tuqqan bolasiga o'zi ishonmaydigan bir holat shakllandi. Ota-ona bolaga ishonmaydigan bir holatmi shakllanishi mumkin. Shunama undaq bo'lganda ota-ona bilan bolaning o'rtasidagi mehr muhabbat nada qoladi. Bu ilqi psixologiyada bu yerda rishta bog'lanish bir nimasi bir metodi bor. Siz bolangizga qanchalik mehr muhabbatni bersangiz, qanchalik rishtangiz yaxshi bog'lansa, bolangiz psixologiyalik jihatdan shunchaki sog'lom yetilib cho'ng'iladi. Agar siz o'zingizning bolasiga ishonmaydigan, o'zingizga mehr muhabbatni berolmaydigan holatda cho'ng qilsangiz, bola qanday cho'ng'iladi? Bola cho'ng'ilgan vaqtida o'ziga o'zi ishonmaydigan odam bo'lib cho'ng'iladi. U bir quruq jozdan boshqa hech qanday narsa emas. Lekin uni hukumat kontrol qila oladi. Hukumat o'zi uchun qurol qilib ishlata oladi. Anda bo'lgandan keyin bu bizda bir davr bilan yana bir davr bir yerga kelib o'tirib so'zlasholmaydigan, yoki bir-birisiga ishinib fikr almashtira olmaydigan ashunaq bir holatni shakllandi. Uni shakllanish uchun cho'qim bir davr o'zininki nimaga ishonadigan, nimaga mangdiganligini voz kechish kerak-ku. Voz kechadiganlar chimo desa ota-onalar. Ota-ona o'zining e'tiqodini, o'zininki nima deyotgan, nima voz kechadi. Undaq bo'lsa bir oilada ota-ona bolaga ergashib mansa, u oila sog'lom oila bo'ladi. Bo'lmaydiki. Oilaning beshi nada qoladi u chog'da. Hukumatninki nimasi mush qonun hukm bilan akirgan shu ideologiyasi shu oilaning beshiga chiqib qoladi. Besh yo'li hisoblanib qoldi. Bu amaliyotda bizningki hozirgi shu o'zimizning Uyg'ur oilani ishchidan yemirib yo'qitib yutadigan mandaq bir ahvolni shu nuqta orqali, shu modda orqali amalga oshira oladi. Ana buningdan keyin bolalar ota-ona mandaq deganti deb ota-onasini sudga chiqa oladi. Bu biz sal qaraydigan, biz o'ylashib boqadigan bir narsa-ku bu hozirdan tortib. Anandan keyin bu xil ahvol ostida mening yana bir misha deb qo'ydigan g'arbninki oilaninki sog'lom yetilish nimasi bilan metodi bilan qarasaqmi yoki bo'lmasa xalqaroninki universal sog'lom oila qanday bo'ladi deydigan shu hukmi bo'yicha gap qilibi bo'yicha mushunga qarasaqmi biz o'zimizningki eng jamiyatning asosiy qatlami bo'lgan oilamizdan ayrilib qolamiz. Oila qurilmasidan ayrilib qolamiz. Bu chog'da boladek bo'lmaydi, ota-onadek bo'lmaydigan mandaq bir ahvolga o'rni almashib qolgan ahvol kelib chiqadi. Bu intayin odamni cho'chitadigan, jirgandiradigan bir ahvolchu. Ana shunga bu yerda siz bilan men bu nima uchun buni buncha tafsili tushuntirib ketamiz deganda biz oldi bilan tushunishimiz kerak buni. Yo'qotadigan odam biz. Bizni yo'qotimiz, biz shunga buni oldi bilan bu bizga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatib, bizni qanchalik darajada vayron qila oladi, biz oldi bilan bu qonni biz tushunishimiz kerak. Rahmat. 55-modda Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyot uchun ulgu ro'ylar qurish xizmatini elib berishda Jumho millatining kuchli o'rtaq gavdasi tuyg'usini shakllantirish talabini gavdalantirish kerak. Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyot ishlariga gavdalik to'p qo'shgan kollektiv va shaxslar davlatning aloqador belgilamalariga asosan taqdirlandi va mukofotlandi. Shu ana 54-modda bilan 55-modda nayta chambarchashchu. Bayan men deb o'tdim bu, arz qilib manda qilmayotdi, qonun bo'yicha manda qilmayotdi deb mayli shaxs bo'lsin, mayli idora organ bo'lsin, ashuni arz qilsa, arz qilgan mukofotlaydi-chu. Ashuni pash qilganini mukofotlaydi. Bu mukofotlanish dedim-ku, lagerning beshida batdi bu ishni bu hukumat yo'lga qo'yib baxtichu. Nayta g'alabalik bo'ldi. Endi hozir buni qonunlashtirayotgan gap.
Aşını paş qilganni, yoki bo'lmasa ashuni mush manda nima qilyapti. Men necha davlat tilida deb nihoyat chiroyli bir gapni buni umumlashtirib bo'ldi. Go'yi deydigancha davlat tili bilan gap qilsam, men uyg'urcha javob berdi deydigan bir narsa chiqadi. Ashimi qonunsiz bo'ladi bundan keyin. Men mushu nim bilan davlat tili bilan gap qilsam, menga uyg'urcha javob berdi deb. Endi hukumat organlarida o teg'imi bir yuqurbanligi chiqadi. Sen buningdan keyin atalmış davlat tildan boshqa tilda gap qilsang bo'lmaydi, ishlasang bo'lmaydi deydigan mandaq bir narsa chiqadi. Ana qolganda hukumat organlari bo'lsin, mayli bo'lmasa jamiyatga mulozimat o'rinlari bo'lsin, birisi sizga xitoycha so'zlasa, nima vatandoshida. Siz agar uningga uyg'ur tilida javob berib qolsangiz bo'ldi. Ashning o'zim qonunsiz hisoblanadi. Men sana davlat tilida gap qilsam, sen nima uchun menga uyg'ur tilida javob berasan deydigan. Ashning o'zimi bir odamni nima dakki-dukki tushira oladigan bir omil. Ana shunga buningda bir nazorat qiladigan, to'xtamay o'ziniki tug'an ketgan yerga diqqat qiladigan bu narsa. Bu psixologiyada yaxshi bir hukm bor buning, paranoya deymiz. Bu paranoya bir odamga emas, butun jamiyat xarakterli paranoya ichida yashaydi-chu. Bu to'xtamay vahimaning ichida yashash degan bu yaxshi emas. Bir odamni emas, butun bir jamiyatni vayron qilib bu paranoya degan. Shunga hamda buningda bizningki hamda qonunni Xudoyim bor deymiz-yu, bizning buningdan ko'radigan kunimiz bor. Hozir 10 yilning oldimizda o'tib ketgan kun kun emas, o boshlanishdi. Hamda hozir buningdan keyin ko'radigan kunimiz hamda oldimizda keladi ekan. Men qisqacha desam, men ashuncha tushundira olaman. Rahmat. 57-modda davlat organlari va ularning xodimlari bu qonunda belgilangan mas'uliyatni ado qilmasa yoki muvofiq ado qilmasa, shundaqla bu qonunning 58, 59, 60 va 61-moddalarida belgilangan qonunsiz qilmishlarni qonun bo'yicha vaqtida to'smasa va bir taraf qilmasa, ularning mas'ul tarmoqlari yoki aloqador organlar ularga tuzatish buyrug'i chiqardi. Agar nachar oqibat yoki ta'sir kelib chiqsa, mas'ul xodimlar va bevosita javobgarlarga qonun bo'yicha intizom jazosi berildi. Jinoyat shakllantirilsa, qonun bo'yicha jinoiy javobgarlik tortildi. Mayada bir narsa bor-ku, jinoiy qilmish bilan intizom jazosi deydigan bir narsa bor. Endi yaningizda bormi? Sizmi shu nimada vatandosh o'qituvchi bo'lib qolgan odam, sizga intizom jazosi berilgan bo'lsa, siz qanday qilasiz? Shu sizga intizom jazosi berilganda, siz ishlayotgan shu organning ishida shu yerda betaraf bo'lib, u tugaydi, shunami? Yo sizning maoshingizni tushirayotdi, yoki bo'lmasa sizning unvoningizni eliyotdi, yoki bo'lmasa sizga berilgan mukofotni bermaydi. Bu men shu sistemda ishlab qolgandan bilamiz biz bu intizom jazosini qanday qo'llanganligini. Hamda qonuniy jazo degan chog'da bu nima bo'ldi? Taftish sistemasini o'tab mangdi. O'tab berib ta shu sudga berib, o'tir sudda siz jazo e'lon qilinib, yo turmaga kiradigan yoki bo'lmasa qattiq jarimani bilan bir taraf qilgan ikkining biz chiqadi shu yerda. Bu jinoiy qilmish hisoblandi. Ammo 57-moddada o'zi aniq ta'tichu mushu tuvanda deyilgan 58, 59, 60, 61 hozir buni to'xtalib o'tamiz. Shu ijro qilmagan shaxs, davlat organ hamma narsani bu biz og'zimizda burun bizning ufqimizdagi bu intizom jazosi bilan qonun birlashib ketayotgan yer bo'lmaydi. Ashuni qonuniy yo'l bilan hozir hukm qilib, ashunday qonun bilan jazolay olamiz zavodini. Bu degan qonun bilan jazoladi degan gap, shu burunqi bizning ufqimizda, bizning kallamizdagi intizom jazosi hozir jinoyat qilmishga aylanib ketayotgan gap chiqadi mayli. Shu bu noyatlik jamiyat nuqtasidan qarasangiz bu noyat xatarli hukm bu. Bu hamma narsa jinoyat hisoblandi. Bir jamiyatda hamma narsa jinoyat deb qaralsa, bu jamiyatda yana yaxshi narsa qolamdi o'ylab yotdim.
Şuna boylıqa jinoiy jihatdan jazolashningki e'tibori qolmaydigan bir xil ahvol kelib chiqadi. Ana shunga yana bir narsa mishada deb o'tib ketadigan bir nuqsa. Biz shu vaqtlarda shu butun qanchalik lager ichildi, qanchalik odam lagerning ichiga solandi, qanchalik odam shu 12 oyning ichida yoki 24 oyning ichida lagerdan bu nimaninki sud ichilib, jinoiy nimasi yo'li bilan turmalarga yo'tkaldi degan ashnasini biz qarab chiqqan. 2019, 2020, 21 yil Covid jarayonida shu bu to'xtab qolmadi-chu. Nayta ashqa bir mazgil sal suslashgan bilan hargiz to'xtab qolgan yo'q. Ta 2022, 24-yilgacha davomlashib keldi. To'xtamay odamlarni jazolardan hukm e'lon qilib, hatto bir-birlab hukm e'lon qilmaydi-chu. Guruh bo'yicha hukm e'lon qilingan ahvollarni biz shu uchurlarni shu chog'da ko'rdik. Hukm qiliblam turmaga yo'tkadi. Shundami yo'tkagandan keyin ana shu vaqtning o'zida men xatolashmasam bu yerda New York Times buning bir narsa yozgan. Anandikma Human Rights Watch'mi Uyg'urlarning umumiy nufusi bilan qanchalik odam turmaning ichida, nisbatlashtirib Uyg'urlarningki shu qonun yeshidagi odamlarningki 25%ninki ya lagerning ichida ya turmaning ichida ekanligini bular shu joyda isbotlab chiqdi. Shunami? Nisbatlashtirib. Ana buning nisbatlashtirib chiqqani Xitoyning statistikasidagi 11 million nüfus, 10 million 17 million nüfusga shunga nisbatan nisbatlashtirib chiqdi. O'ylab bakmangsiz. Siz bir jamiyatda 10 million odamninki 2,5 millioni turmada qonun jazolanadi desa, bu yanam sog'lom jamiyat hisoblanadi. Bu qattiq jinoiy qilmish intayin ig'ir bir jamiyat hisoblanadi. Onda bo'lsa buningdan keyin mushu qonun bo'yicha yana mangsa, sizningcha shu masalan 25%dan shu yuqoriga chiqamdi, tuvanga tushamdi sizningcha? Qo'layda bu. Albatta. Men sizga mishada bir nimani deb qo'yay, mushu gapim yana bir qancha yildan keyin agar programmangiz shu juliblik ketib qolmasa chiqadi. Buningdan keyin bizningki butun vatanning ichidagi har bir oiladan kam deganda 1-2 odam turmada yetib chiqadigan ahvol kelib chiqadi. Har bir oilada. Qonun jazolanadigan. Turmaga kirgan odam yo'qmi oilada deydigan oilani tepish intayin tasga to'xtaydi. Bu degan odamninki ruhini sundirib, butun bir jamiyatninki, bir millatninki nimasini ma'naviy jihatdagi o'zininki qimmat ko'z qarashi, o'ziga bo'lgan ishonch hamma narsani butunlay yo'qotib, vayron qilib o'tadigan intayin oddiy usul bu. Ana buningdan keyin bu Uyg'ur degan gap chiqsa, bu jinoyatchi millat bu deydigan ashnaq bir narsa. Burun biz Uyg'ur desa kabobchi deydi-ku. Xitoylar ashni yasab chiqdi. Uyg'urcha desa yangruchor sotadiganlar, kabobchi deydigan narsa chiqadi. Buningdan keyin Uyg'ur desa jinoyatchi bular. Bu jinoyatdan boshqa narsa bilmaydigan millat bu deydigan ashna narsani buningdan keyin biz bilan ergishib nima bo'lsa shu yerga berish ehtimolimi yo'q emas. Ana Xitoylar uni to'xtamay, yana ashni aynaqa padazlab chiqib, chet elga chochidi. Ana boshqa bu g'arb ellardagi demokratik davlatlar ularning materialini ko'rgan chog'da buldimi bir xil anglar. Nima uchun bu millatdan turma kirgan odamlar eng ko'p chiqadi deydigan mana xil savolni so'raydigan ahvol kelib chiqadi. Onda bo'lsa bu millatda o'sha har bir oiladan kam degan bir ishga odam turmaga yetib chiqsa, bu umid bor millatmi bu? Bu bizningki jamiyatimizga akirsak, bizning jamiyatimizga o'zishalaydigan millat emasmi deydigan bunday narsami kelib chiqadi. Bu bir xatarlik narsa bu. Biz sal qaraydigan narsa emas. Bizniki har bir chet elda yashayotgan Uyg'urlar biz qattiq qalbimizni silkib o'ylaydigan narsa bu. O'zimizning kimligini saqlaymiz, uni qilamiz, buni qilamiz deyotganmiz. Rahmat. 59-modda deydi. 59 modda har qanday tashkilot yoki shaxs millat salohiyati sababidan ish qurilishda kamsitish qilmishida bo'lsa,
tovar yoki mulozimat bilan ta'minlashni rad qilsa yoki qonun nizomlari cheklangan boshqa kamsitish qilmishlarni sodir qilsa, noyob darajalik yoki undan yuqori darajalik millatlar ishlari, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat bozorni nazorat qilib boshqarish qatorliq aloqador tarmoqlar o'z mas'uliyat doirasida aloqador tarafga masalani tuzatishni buyuruydi. Agar nachar oqibat yoki ta'sir kelib chiqsa, ogohlantirish berildi yoki ommaviy tanqid qilindi. Jazoga oid qonun nizomlar boshqacha belgilama bo'lsa, shu belgilar tatbiqlandi. Endi bu yerda men mandaq bir savolni sizdan so'rab baqayım. Hozirgacha siz ash media uyabel chiqayotgan shu sirtqi bizning bu Facebook'dan bir qancha qarindoshlarimiz bor-ku, ash vatanning ichidagi do'yin uyabedagi uchurlarni to'xtaman chiqarib turdi. Bu yerda bizning xalqimizning ichida ahuzlarning haqsizlikninki qaysi darajaga berib nim qildi desa, qo'rqmay ash mediaga chiqib yig'lay oladigan holatga bordi-chu. Yadingizda bormi? Aşı bu bizga yana qaraydigan bir ko'z bormi yo'q bu dunyoda deydigan aşı notni yig'i orqali xalqqa butun sirtqi dunyoga qo'rqmay yig'iladigan mayli er kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, qo'rqmay aşı media ekranga chiqib haqiqiy o'zining yuz nimasi bilan chiroy ifodasi bilan yig'lay oladigan holatga yetdi hozir. Aşı nahaqsizlikning qanchalik ig'irligini ko'rsatib berdi. Ma 59-madda davatgan ma bu kamsitish bu degan hargiz bizniki Uyg'ur millati qartilgan narsa emas. Yanalam bizniki aşı vatanga berib, shu yerda yerliklashib, aşı o'zininki nemisi bo'yicha, mush qonun bo'yicha nimaga chataranga yordam berdik degan bana bilan borgan har qanday Xitoyni qanday qo'g'dash. Shuningga qartilgan narsa-chu. Agar Uyg'urlar olsun, mayli Mo'ng'ul, Qozoq, boshqa millatlar olsun, o'zininki eng tuvan qishloq darajagacha borgan shu nimada ashunaq bir Xitoydan bir ikkisi ashuna kirib, "Men mulozimat lozim" desa, uningga yo gapini tushuntirmasligi mumkin, yoki bu mulozimatdan qanday bo'lganligini mumkin demasligi mumkin. Mayli til uchurjatiki o'xshamaslik olsun, shu sababdan o'zining maqsadini ifodalamasa, u albatta u yerda to'qinish kelib chiqish ehtimoli intayin yuqori. U yerda bu tilninki tushunmaslik, hatto urf odatni tushunmaslik sababidan chiqqan ashuna nimada kim oldi bilan qo'g'dildi desa, Xitoyning oldi bilan qo'g'daydi. O'ninki sababi sen osonlik millat, atalmish osonlik, sen davlat tilini o'rganmading. Sen shu davlat tilininki nimasidan saviyangning tuvanligidan mulozamatni sen qilolmading deb kim bichora jazolandi desa, ya'ni shu atalmish osonlik millatlar jazolandi. O'zininki tuprog'ida, o'zining vujudida yana shularni jazolaydi. Shunga bu yerda 59-madda degan narsa hargiz bu qo'g'dash Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz bu atalmish osonlik millatini qo'g'dash emas. Bu Xitoy qartilgan qo'g'dash. Rahmat. 60-madda o'tib ketamdiq. Misha to'xtab bir soat bo'libdi. 60dan qolgan ikkilar qatimliq kechiktiramdikki. Bu 60-maddadan tortib 64-maddacha bu intayin muhim moddalar. Ana Mishada 60-maddadan tortib 64-madda asosligi meyada biz bu vatanning sirtida yashayotgan, ammo diasporada yashayotgan bizga munosabatli nuqtalar intayin ko'pchi. Ana mushuningga hamda meningcha fikringiz qetilmay, biz yana bir programma qilaylik. Ama hozir 6-qismga keldik-ku, 7-qism qilib yana birini qo'shaylik, ana 60-maddasidan tortib mushuni tafsilroq to'xtataylik. Chunki ma nuqtalda bizga berib, biz vatanning sirtida bu erkin dunyoda yashayotgan bizga berib taqishadigan nuqtalar intayin ko'pchi manada. Ana mushuni hamda biz yana bir amal qilib tafsilroq tushuntirishga biz urinib boqaylik. Rahmat. Rahmat. Biz bu programmamiz 3 qism bo'larmikin deb dastlab shunday planlagan. Hozir mana 6 qism tugadi. 7-qismida boshliqda 8 ga boramdi bilmadik-da. Buni zodi endi ko'ryapmiz mana ichki qismni qaqidar Uyg'urlar qo'ygan qiltaqlar qanday qilib zodi shu hammasi Xitoyga uchun xizmat qilmasa, Xitoylar bo'lmasa yashamaydigan gap qo'yapti hozir Uyg'urlarnikini. Bo'lmasa hammasi
qonun xiloflik qilgan bo'lib, yana jazoga tortiladigan, turma yetadigan o'sha bir yo'lga majburladi Xitoy. Yo mani qabul qilsan, yo turmaga kirsa, o'lsa. Shu yerga kelib qo'ygandek bu qadar vahshiy bir qonun ekan, shunga chiqma bu Tibetlar hozirgachalikki kultural genocide deydi. O kultural tashitiblar genocide law deb ko'tarib chiqdi. Qirg'inchilik qonuni deb. Buni ko'ryapti haqiqatan bu qirg'inchilik qonuni ekanligini mana buni hem moddalarda tafsili tushundigandan keyin his qildik shunaqa. Buni xalqimiz bir bilib boqsin, tushunib boqsin deb mana bunu biz azdan mana ko'p qism qildikda. Bu narsa har bir Uyg'ur hamda buni o'qib tushunib olmagandan keyin mush programmani ko'rib, lekin buni ichki qismdagi bütün ahvollarni bilish kerak. O'zimizga o'zimiz qiziqmasa Xitoy bizga nima qilyapti? Uning ichidagi nima bor? Bizga qanday ziyonli taraflari bor? Buni bilish uchun shuni ko'z ko'rmasa bo'lmaydi-da, hamda burunqidek ko'nilqi Xitoy da'vo qilganda Xitoy bizni qirdi, anda qildi, manda qildi, u qildi, bu qildi deb o'tamlar. Mana hozir buni hamma narsani qonunlashtiribdi Xitoylarda. Bu bizning qonunimizga ziyon xiloflik qilyapti deb. Buni Xitoy uni boshqa shaklda aqlasa, bugungi kunda Xitoy bizning davlat qonunimizga bular xiloflik qilyapti degandan keyin boshqa davlat aralashamaydigan yerga yetadigan gapda o'sha yerda. Qonun rioya qilmamdi deydi. Buni ichki qismlarini bilmagandan keyin. Buni boshqa tillarda mush shaklda muloyiz qilib tushundirgan bir nima ekan, qani uni bir qildiganli chiqar, bo'lmasa uni bir o'ylashamiz qani. Biz rahmat bugungi programmamiz mushagicha bo'lsin. Yakshanba kuni yana bir suhbat programmamiz bor. Amerika Uyg'ur majburiy ketishlik Xitoyniki 43 shirkatiga jazo yurgizdi nimasnikini. Shu munosabatdan Amerikadagi Mavlo Yasin akimiz bilan Uyg'ur majburiy ketishlik Xitoyning jazolangan 43 shirkatiga nazarda bir programma qildik. Bunimi Xitoyniki 40 shirkatdan tafsil tunishtirimizda hamda bu shirkatlar qaysi bizning Sharq Turkistonda nima ishlab chiqardi, shu to'g'risida tafsil to'xtalamiz. Unimi bir necha qismli qilamiz hamda oz-ozini so'zlaymiz. Boshqa qolganini keyingi qatnashib programmani ko'rishaylik. Rahmat Nurgul xonim, bilan so'hbatimiz shay qolsin. Qolganliklar soni ko'rishamiz. Allohga omonat.